uchun obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Boshimga sinma kelib qoldi aka, ko'plar qochib ketdi. Kontrakt qilgan bitta ikkita joylarim qochib ketishdi. Aka, hozirgi shunaqa vaziyat, hozirgi shunaqa zamon, birovda $100 bo'lmasa $500 berayotgan zamon emas. Hozir shunaqa zamon bir-biriga bermaydi. Bersa, o'shani ro'ka chiqaradi. Beradi, o'sha narsani sizdan ertadan so'rab oladi. Shunaqa zamonda hozir, o'zingiz bilasizki, shunaqa vaziyatga. Shunday qamalib qoldim. Kontragim bor, Rahmon Ali. Bilasizlar o'sha lider Avtocity. O'sha odam bo'lib ketib qolsa kerak deb o'yladim-da, men qamalib ketganda. U meni hech qachon chaqirmagan, men o'zim kelganman. Lekin bir hafta oldin u bilan Malayziya edimda, shu narsa anav bo'lib qoldi. Hech qanaqa men bo'lib ketsa kerak deb o'yladim. Yo'q, u aka kontraktni ham uzmagan. Keyin ham uyga borganda aka $10,000 pul berganda, $10,000 pul berib, ustiga yana bir $2,000 pul berganda, kontraktlarimni tashqari har oy lekin kontraktim tushib turadi. Pul berib, mana agar yana yetmasa, golga aytasizlar. Qaysi joyga yetmasa deb akamni qo'liga berib ketgan.